insonlarga 3 ta nimani qilmanglar shu holat bo'lmasligi uchun deya olamiz. Birinchi o'rinda o'sha har doim siyqasi chiqib ketgan yuqori qon bosimida yurak nagruzka bilan ishlaydi. Ko'proq, kuchliroq qisqaradi. Natijada organizmimiz aqlli. U yurakning mushaklarini ko'paytiradi. Gipertrofiya deydi. Chapga siljibdi yuragingiz, chapga kattalashibdi deymiz. Gipertrofiyalanadi, lekin siz qon bosimini davolamadingiz, ozmadingiz, ovqatlanish tartibiga rioya qilmadingiz, dalisha nagruzka ketyaptimi? Endi a'zo aytadi, menga qon yetmayapti deydi. Men bu kengaydi, lekin ichida tomirlar ko'paymadi. Buni qon bilan ta'minlash 2 barobar qiyinlashdimi? Bu qiyinlashgan ekan, u mushak emas, уже fibroz to'qimaga aylanadi. Qattiqlashadi. Oldingidaqa kuchli qisqarmaydi, lekin fibroz to'qima nisbatan kam kislorod talab qiladi. Organizm majbur bo'ladi mana shu kengayayotganni mushaklarni fibroz to'qimaga almashtirishga, chunki qon yetmayapti. Endi baribir davolamadingizmi? Bu fibroz to'qima qattiqlashib, mo'rtlashib, u endi aritmiya o'chog'iga aylanadi. Undan keyingi jarayonda bu yuqalashib ketadi, yurak kengayib ketadi, yurak yetishmovchiligi shakllanadi.